eng qadimiy arab qomusidan tekshirib ko'rdim. Men sizga ushbu lisanul arab qomusini taqdim qilaman. Ko'rib turganingizdek, ad-dahvu kalimasining birinchi ma'nosi tekislash deyilmoqda. Dahal ardo yaduhuha dahvan basataha. Yerni tekislab yoydi deyilmoqda. Farro ham Alloh azza va jallaning ushbu so'zida val ardo ba'da zalika dahaha basataha. Shundan so'ng yerni yoyib tekisladi deb aytgan ekan. Va yana qomusning ushbu joyida keltiriladiki, al-udhiyyu, al-idhiyyu, al-udhiyatu, al-idhiyatu, al-udhuwatu. Ushbu so'zlarning barchasi tuyaqushning qumdagi tuxum qo'yadigan joyini anglatar ekan. Qaytaraman, tuyaqushning tuxum qo'yadigan o'rnini anglatar ekan, tuyaqushning tuxumini emas. Bu o'rinda to'liq aytilmoqdaki, mana bularning barchasi tuyaqushning qumdagi tuxum qo'yadigan o'rni. Tuyaqushning vazni uni shunga undaydi, chunki tuyaqush oyoqlari bilan qumni tekislaydi va u joyga tuxum qo'yadi. Tuyaqushning boshqa qushlarnikidek ini bo'lmaydi. Mana guvoh bo'ling, madha yoki udhiya kalimasi tuyaqushning tuxumiga nisbatan emas, balki tuyaqush tuxumi turadigan joyga, ya'ni tuyaqushning iniga nisbatan ishlatiladi. Bu tarjimani xato ekanligini nafaqat men, balki boshqalar ham gapirmoqda. The claim that is usually made when trying to prove Islam is scientific is a claim in chapter number 79, verse number 30, where Allah subhanahu wa ta'ala says, وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. And they said, or they translate this to mean, and the earth, we have made it into an ostrich egg. Now, this is a false translation, with all due respect to all of those who are making this or saying this. It's a false translation, which is why, to my knowledge, I don't think anybody has ever translated that into the English language in this way. And not only this, but we would see that all of the